ichki kiyimlarigacha hozir ko'rsamidi deb shahvatimni bo'ysundirolmay sizni xotiningiz bilan ham kimdir o'ynashadi. Juda ham go'zal ayol ekan deydi. O'sha yigit qanday hikoya qilgan bo'lsa, shundaycha aytib beraman. Ba'zi bir behayo so'zlar bo'lsa ham mendan xafa bo'lmaysizlar. Shu yigitni o'zi aytayapti. Ibodatga kirdim, alhamdulillah. Ibodatlarni ado etyapman, lekin shahvatimni bo'ysundira olmayapman deydi. Bir kun ko'chada turibman. Bir ayol kelib qoldi. Juda ham go'zal ayol ekan deydi. Haliginga shunaqangi tikildim, shunday qaradim, shu tesh yorsam-u butun badanini ko'rsam degan maqsad keldi hayolimga deyapti. Yeb qo'ygudek bo'lib shunday qaradim, o'zi qanday hikoya qilgan bo'lsa shunday aytayapman. Kerak bo'lsa dedi, shu ichki kiyimlarigacha hozir ko'rsamidi deb havas qilib